Inson nafsi u chegara bilmaydi. Oson boylik orttirish ilinjida o'zganing halol peshona teriga ko'z tikish nafaqat jinoyat, balki ulkan fojiadir. Xalqimizda bir dono naql bor. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi. Jinoyat ko'chasiga kirgan kimsa o'zini qanchalik aqlli hisoblamasin, baribir bir kun tuzoqqa tushadi. Xuddi mana bu voqeadagi kabi. Bugun ijtimoiy tarmoqlar firibgarlar uchun yangi ov maydoniga aylandi. Davlat tomonidan kompensatsiya, muhtojlarga yordam puli degan jozibador reklamalar ortida aslida kimlar turganini ko'pchilik bilmas edi. 1993-yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan shaxs o'z manfaati yo'lida jinoiy reja tuzdi. U davlatning rasmiy MyGov.uz platformasini soxtalashtirib, Instagram ijtimoiy tarmog'ida yolg'on reklama, go'yoki kompensatsiya rasmiylashtirish markazi niqobi ostida tuzoq qo'ydi. Shart oddiy edi. Soxta saytga kirasiz, anketa to'ldirasiz va karta ma'lumotlaringizni kiritasiz. Millionlab yordam pullari esa faqat soxta ekranlardagina porlab turdi. Aslida esa sodda va ishonuvchan fuqarolarning bank kartalaridagi bor budi supurib olinayotgan edi. Bu birgina shaxsning ishi emas. Bu uyushgan jinoiy guruh edi. Pullarni siz yo'qotish, qonundan qochish uchun guruh safiga 2002 va 2006 yilda tug'ilgan, hali hayotning oq qorasini tanimagan yosh yigitlar ham jalb qilindi. Ular qisqa vaqt ichida 26 nafar fuqaro nomiga rasmiylashtirilgan 293 dona drop bank kartalarini yig'ishdi. Pullar avval kartalarga ko'chirildi. So'ng Telegramdagi maxsus kripto botlar orqali kripto aktivlarga aylantirilib, yuvildi. Ular qonundan ustunmiz deb o'ylashdi. Ular hech kim sezmaydi deb xom xayol qilishdi. Lekin ular bitta narsani unutishdi. Adolat ko'zi ko'r emas. Respublikamiz bo'yicha jami 456 nafar beayb fuqarodan 1 milliard so'mdan ortiq mablag'ni o'zlashtirgan bu kiber jinoyatchilarning saltanati quladi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv tadbirlari natijasida jinoiy guruh batamom fosh etildi. Bugun ular qilmishiga yarasha qonun oldida javob bermoqda. Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 228-6-moddasi doirasida tergov harakatlari olib borilyapti. Aziz vatandoshlar, saxiy va oqko'ngil xalqimizning halol mehnati bilan topgan mablag'larini qo'shtirnoq ichidagi saxovatpeshalar ixtiyoriga berib qo'ymang. Ijtimoiy tarmoqlardagi arzon va'dalarga, shubhali havolalarga ishonmang. Kartangiz ma'lumotlarini hech kimga aytmang. Unutmang, ogohlik xavfsizlik garovidir.